Kuzovli ishlar bor, avariya mashinalar bor Hozir qilamiz. mana shu Mersda o'ziga qancha xarajat ketyapti shu xizmat haqi nimalarigacha. Bilan hamma narsa Hamma ichidan narsasi. 8 millionga Ha. o'tyapti. Faqat zapchast Bu mashinani o'zi Kattaqo'rg'onliklar taniydi, avariya bo'lmagan bu. Yo'q, avariya bo'lmagan ekan. Hozir bu yerga nimalar ishlab qo'yapti? Misol uchun bitta Matiz hamma narsa tayyor turibdi, joyida polirovka qilish narxlari. Polirovka Aka, shunaqa Merslarda oqaversiz, ha. Assalomu alaykum, hurmatli kambardoshlar, yaxshimisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi, charchamayapsizlarmi? Bugun bir ukamni oldiga mehmonga keldim, Kuzovchi uka. Xizmatlarini sizlarga taklif qilmoqchi. Bugungi videoda shu narx-navolar haqida, avtomobilda xizmatlari, Kuzovga bo'lgan xizmatlar narx-navolari haqida bugun bilib olamiz. Qiziqroq bo'lsa, bizlar video ko'rishni davom etinglar, layklarni bosinglar, kommentariya qoldiringlar. Video davomida ko'rib boringlar. Qiziqayotganlar bo'lsa, oxirigacha. Assalomu alaykum. Sog'liq qani, Aka, zo'rmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Zo'rmi? Zo'r aka. Mana keldik biza nasib bo'lsa seni oldingga, xudo ursa. Nasib bo'lsa aka. Nima xizmatlar bor o'zi senda? Misol Kuzda sohalar. Mana Mercedes qilayotgan ekansan, Mercedeslarni taxlab Messi sotib aka qo'yayotgan 3 ekansan. eshigiga polniy polirovka qilyapmiz. Ha. 3 eshigiga kiras Xizmat sepyapmiz. ketyapti. Xizmat ketyapti. Ha. Polirovka bor, shumka bor, Hmm. kuzovli ishlar bor, avariya mashinalar bor Hozir qilamiz. mana shu Mersda o'ziga qancha xarajat ketyapti shu xizmat haqi nimalarigacha? Xizmat haqqi zapchastlari bilan 3,5 million atrofida 3,5 ketyapti. million ketyapti. Oddiyroq mashinalar bo'lsa, misol uchun Matizlar qanaqadir. Matizlar bo'lsa endi ishiga qarab, mana o'shaga qarab kelishib yuramiz aka. Agarda misol uchun bitta Matiz hamma narsa tayyor turibdi, joyida polirovka qilish narxlari. Polirovka qilish narxlari 600 mingdan boshlanadi. 500 mingligi ham bor, 600 mingligi ham bor aka. Azizlar, qaranglar, misol uchun bizani Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida, mana shu yerdan atrofida Matizning narxi, polirovka qilish narxi 650 bo'lyapti. Agarda misol uchun boshqa viloyatlarda ko'rayotgan bo'lsanglar, viloyatlarda qanaqa narxli bo'lsa, kommentariya qoldirib ketinglar. Bu ham biz uchun qiziq. Hamma har xil narxda ishlaydi. Xo'sh, kelaylik. Bu o'zi umuman faqat Kuzovga ishlov berish, avariya bo'lmagan bu Yo'q, mashina. avariya bo'lmagan aka. Hozir bu yerga nimalar ishlar qilyapsan? Hozir davom etyapti, to'g'rimi? Ko'rib turibman, hali 3ta chang eshigiga garajdan kraska o'tirdik. sepdim. Hozir kraskalarni sepib bo'ldik, o'zi kecha. Endi hozir moykaga olib borib yuvib, polirovkasini boshlaymiz abitaga. Chotka. Ha, ko'rishingiz mumkin, ahvoli latta ham yurmagan darajada bo'lib qolgan aka. Juda ham. Hozir yo'llarga mana eshikka sepilgan. Bu eshigiga, orqa Mana bu eshigiga, rasmiy o'ziniki shekillar. bu o'ziniki aka. Rangi Narigi tomon orqa eshigiga sepilgan, uchta eshigiga sepilgan. Bu rangi uchib ketib qolgan bo'lganda, Chirigan aka hozirroq. chirigan. Zang ko'targan aka. Bu mashinani o'zi Kattaqo'rg'onliklar taniydi, zakslarga chiqadi avtomobil, ozgina kosmetik ishlarini qilib boryapti ukamiz. Ro'zadan chiqib zaksga tayyorgarlik ko'ryaptilar aka. Ro'za chiqqanda zakslarni urar ekanlar. Shunday. Narki mashinalarni taxlab berib Mersi. Qorani. Qorasini. Keyin hozir misol uchun misol uchun avariya bo'lib ketgan mashinalarni, kuzovlarini yangi kuzov qo'yib berish qanchadan tushyapti o'zi? Agar kuzov almashadigan bo'lsa aka, Cobalt-danikini 8 millionga almashtirib beryapmiz. Xizmat haqi bilan hamma narsa bilan 8 millionga o'tyapti. Faqat zapchastlarini olib beradi. Kraska sepilgan narsalar bo'lsa, u mayda-chuyda detallari, o'shanaqa narsalar ichida bo'lib ketadi. Misol uchun o'sha Cobalt avariya bo'lgan, endi hech kim xudo ko'rsatmasin, hech kim avariya bo'lmasin, hech kim aytadi hayotda doktor bilan pachoqchiga ishing tushmasin deydi, lekin iloji yo'q, baribir bu hayot. Sizni istamaysizmi, bunga majbur bo'lib qoladi. Xullas, necha kunda bitadi agar misol uchun kuzlar almashtirib nima qilaman deyotgan bo'lsanglar? Endi ishiga qarab aka. Uzog'i 10 kun, 15 kun. Seli kuzov almashadigan bo'lsa. Bu yerda motoriz ham ishlaydi, elektrik ham ishlaydi, kuzovchi ham ishlaydi, hadoychik ham ishlaydi. Endi qara Shahroz, men seni o'sha yoshligingdan bilaman bu sohada. Men dadangga shogird tushgan vaqtimdan, dadang qo'lida ishlab yurgan vaqtimdan, sen o'zi kelib ketading. Bu paytda kuzovchida shogird eding. O'zi asosan nima uchun dadang motoristda? Nima uchun sen o'sha kuzovchilikni tanlading? Qiziqdingmi? Kim sabab bo'ladi qiziqishga? Dadam qiziqtirdilar. Qiziqtirgan. Dadam qiziqtirdi, dadam olib borib shogirdlikka qo'ydilar. Hozir afsuslanmayman shunaqa usta bo'lganimdan. Xudoga shukr, kun o'tyapti, yaxshi bo'lyapti. Aka. Mana misol uchun biza yoshlikda motoristlikda buni dadasiga shogird bo'lib tushgan vaqtlarim, bu ham kuzovchida shogird edi. Kelib ketib yuraydi. O'shanda bir taniyman bu bolani. Yaxshi.
hayron qolardimda, nimaga motoristlik sohasini egallamagan ekan, kuzchilik sohasini egallagan ekan dedim. Endi hamma o'sha qiziqishga qarab ketaman. Misol uchun biz motoristlik sohasiga birmuncha qiziqdik, keyin Rossiyaga ketgandan keyin videochilikka qiziqib ketib qoldik. Mana shunday bo'lib ketdi. Haliyam har holda qo'limizdan keladi motor qilish, hadovoy qilish. Hobbiga aylandi motor. Xullas. Xo'p, qara, misol uchun endi mana shu atrofda Kattaqo'rg'onda ko'radiganlar bo'layotgan bo'lsa, mana shu bizning kanaldan kelayotgan bo'lsa, kelishtirib, sketkalar qilib bera olasan, to'g'rimi? Beramiz. Nasib bo'lsa, mana Shahrux ukamga Asilbek akam nomidan keldim desalar, Aravasoz kanalidan keldim desanglar, kelishtirib chotki qilib beradi, xudo xolasa, chiroyli qilib beradi. Qolgan xizmatlarini ham, ish jarayonlarini, videolarini menga tashlab beradi. Ana shu video davomida sizlarga qo'yib boraman, qiziqroq bo'lsa. Shahrux, ma'lumotlar uchun rahmat. Agarda hurmatli kuzatuvchilar, chamakdoshlar, agar ma'lumotlar kam bo'layotgan bo'lsa, kommentariya qoldiringlar. Savollaringiz bo'layotgan bo'lsa, mana xudo xolasa, mana shu xizmatlar kerak bo'lsa, mana shu ukamga telefon qilasizlar. Telefon raqamlarini qoldiraman opisiyaniyada. Bemalol xizmatlardan foydalanishlaringiz mumkin. Yaxshi ustoz ko'rgan, o'zi ham masalan dadasi motorist, yaqindan taniyman bularni. Xullas, kimda-kim xizmatlar kerak bo'layotgan bo'lsa, shu yigitga bemalol telefon qilinglar, bog'laninglar. Kattaqo'rg'on Kadam bo'yicha Polniy issiqxona shu Kadamda joylashgan. Kelib, nima qilishlaringiz mumkin? Layklarni bosinglar, kommentariya qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.